Farzand shijoati yo'qligi nimada? Ota-onaning shijoati yo'q farzandini o'qitishda. Pul sarflay olmaydi. Biz nima qilamiz? Do'konga tiqaveramiz, uy ichiga tiqaveramiz. Shunaqa odamlar bor. Bolasi hech narsa bilmaydi, lekin qasr qurib bergan bolasi uchun xarob qildi. Olovdan kul qoladi, shuni unutmaylik. Ota yondiryaptimi? Hamma uylarni qasr qilib, mashinalarni yondiryaptimi? U joyda kul qoladi. Akalar, eng yaxshisi biz farzandimizni g'ayratli, shijoatli qilishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, ertaga qiynalib qolamiz. Takrorlaymiz. O'sha uylarimizda bizga ozor beradi u farzandlar. Ilmi yo'q bo'lsa. O'sha uylarimizda, mashinalarimizda bizga ozor beradi. Ayrim insonlarni qarang, sharoitni mixlab tashlagan o'g'illar narkoman ketyapti. Sharoitni mixlab tashlagan o'sha uylarda boshqa yigitlarni olib kelib yashab yuribdi qizlari. Sharoitni mixlab tashlagan ayollar xiyonat qilyapti kerak bo'lsa. Demak, ilm bo'lmasa ekan, u sharoitlar befoyda. Sharoit bo'lmasmi? Sharoit bo'lsin, ilmi bilan bo'lsin o'sha joyda. Qand bo'ladi-ku. $1 million hovli quring, hech kim indamaydi, shariat ham indamaydi. Ilm bo'lsin xonadonda, sham yorug' yonib tursin.